qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Xitoyning fan tadqiqot maqolalari bas munozara qo'zg'amoqda. Amerika ilmiy jurnalining tahrir hayotlari iste'fo bermoqda. Amerika tekshirish xabarlari tor bekiti Intercept'ning 4-avgustdagi doklatiga asoslanganda Xitoy akademiklarining atalmış asonliq millatlar ustidan elib borgan din tadqiqotiga munosabatlik maqolalarning ko'plab e'lon qilinishi sababidan Amerikaning dangliq ilmiy jurnali Wire'ning 8 nafar tahrir hay'ati a'zosi kollektiv iste'fo berdi. Talash tartish qilingan bu maqolalar Uyg'ur, Mo'ng'ul, Tibet va boshqa Xitoy asonliq millat deb atalgan millatlarning din tadqiqotiga chetiladigan bo'lib, Xitoy jamoat xavfsizlik qismlari va aloqador hukumat tarmoqlari buni qo'llab-quvvatlagan. İlim-fan dünyası bu xil tədqiqatlarning Beyjingning mustabidligini kuchaytirib, ojiz millatlarni texmo egizib ekspluatatsiya qilishidan ansirmoqda. Uzun yillardan buyon Xitoyning mustamlika qilib osonliq deb atalgan millatlar ustida elib berayotgan din tadqiqoti va majburiy avrishga yig'ish usuli yer shari ilim-fan dunyosining andisini qo'zg'agan bo'lib, nurg'ulg'an olimlar Beyjingning din sonliq ma'lumotlar ambirini qurish, chiroy tonish sistemasini o'rnatish orqali uchur yig'ib nazoratni kuchaytirib, ojiz millat to'plamini ezish, bir qadam ilgirlagan holda mustabidlikni kuchaytirishidan ogohlantirgan. Bas munozara qo'zg'agan maqolada nimalar yozilgan? Wiley bosh shtabi Amerikaning Yangi Jersi shtatiga joylashgan ilmiy jurnal nashr qilish markazi bo'lib, Molecular Gen va Gen Meditsina jurnalini o'z ichiga oladi. Jurnalning asosiy maqsadi doktorlarning irsiyat orqali kasalni davolash chorasini tepishga yordam berish. Dokladda bayqilishicha 2019-yildan boshlab jurnal Xitoy avtorlarining Xitoy soqchi qismlari bilan zich hamkorlashib yiqqan genlarga munosabatlik bir qism gen maqolalarini e'lon qilishga boshlagan bo'lib, bu xalqaroda talash tortish qilingan. Uning ichidagi bir parcha maqolada Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va Mo'ng'ullarning irsiyat geni analiz qilingan. Xitoylar bilan Xitoy asonliq millat deb atalgan millatlarning irsiyat farqi ro'shan selishtirma qilingan. Dokladda ko'rsatilishicha, bir necha maqolaning yozilishiga Tibet jamoat xavfsizlik idorasini o'z ichiga olgan Xitoy soqchi qismlari va munosabatlik hukumat doiralari moslashib hamkorlashgan. Bu maqolalar bir necha yil ilgari Belgiyadagi bilim va inson huquqlarini asos qilgan Leuven universitetining injener professori U.S. Morionning diqqatini tortgan bo'lib, Morio apandi fan dunyosida buni kuchli bir shaklda o'tirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, jurnal nashriyati buningga javob bermagan. Mario apandi barliq bilim nashriyatchiligini Xitoy bexatarlik organlari mablag' solgan. Atalmış asonliq millat geni to'g'risida yozilgan maqolalar nashr qilinadigan nashriyatdan chekinib chiqishga chaqirdi. U buni do'stining ayoliga pichoq tiqadiganligini bilib turib, pichoq setib berishga o'xshatdi. Xitoyning ilmiy tadqiqot manbasi xalqaro jurnallarga ko'p mablag' soladi. The Paper gazetining 3-avgust xabariga asoslanganda Xitoy fan texnika jamiyati yaqinda Wally bilan bayonotnoma imzolab, fan texnikaning ko'p xil taraqqiyot yo'llarini ochish ustida izlanganligini jakalagan. New York vaqt gazetining doklatiga qaraganda, g'arb ilm-fan olimlari va shirkatlar ehtiyotsizlikdan Xitoylarning mashhur jurnallarida maqola e'lon qilish, bu orqali Xitoy fan tadqiqot xodimlarining xalqaroda nom-obro'y, mablag', sonliq ma'lumot va texnikaga erishishiga yordam berish qatorliq usullar orqali Xitoy hokimiyatining ilg'or texnikalarni qo'llanib, atalmış asonliq millatlarni ezishiga yordam bergan. Amerika senatorlaridan Marco Rubio Xitoyning kelgusiga tahdid uzun qo'li mushu yerda mavjud degan temada elib berilgan isbot anglash yig'iniga qatnashib, Xitoyning Amerika Qo'shma Shtatlariga elib kelayotgan josuslik tahdidlariga qarata muhim so'z qildi. U bayonotida istixborot komitet a'zolari hukumatning qo'lidagi eng inchki istixborotni va istixborot natijalarini ko'zdan kechirdi. Ammo Xitoy bilan munosabatlik har qanday soha, ya'ni texnika, akademik, nupuz harakati, yer shari diplomatiyasi, sanoat siyosati qatorliq sohalarda Xitoy bilan bo'lgan munosabatda rahbar sanalgan bu komitetning bu sohalarni an'anaviy ko'zdan kechirgan nozik nuqtalarning sirtida muomala qiladiganligini ko'rgan vaqtimizda buning uchun kuchli bir uchur berish kerakligini his qilaman. Xitoy har yili Amerikaning 300 milliard dollardan 600 milliard dollargacha bo'lgan texnika va bilim mulk huquqini o'g'irlaydi. Ular to'rga hujum qiladi.
tevekkül məbləğidən faydalanıb texnikada istiqballiq egilik tiklىgüchilarni setib oladi. Özü ega bo'lgan narsalarni yoshiradi. Tədqiqatda universitetlar bilan hamkorlashganda qilib tədqiqat natijasini o'g'irlaydi. Tədqiqatning məbləği Amerika baş topshiruvchilaridan keladi. Xitoyda savdo qilayotgan Amerika shirkatlarini texnikasini berishga majburlaydi. Nurg'unlagan insonlar tushunamagan yana bir nuqta Xitoy Amerikaliklarning so'zlashiga, anglashiga yo'l qo'yilgan dunyoviy masalalar haqida kuchli ta'sir va kontrol qilish kuchiga ega. Masalan, Hollywood Xitoyning ruxsatisiz Xitoyda film ishlay olmaydi. Amerika shirkatlari Xitoy bozoriga kirish uchun Amerika chiqargan, ular xohlamagan qonunlar haqida Amerikani boykot qilishga rahbarlik qila oladi, ammo irqiy qirg'inchilikning paketlari oldida lamjim deyolmaydi. Amerika shirkatlari Xitoy xohlamagan narsalarni yozgan va ya so'zlagan amerikaliklarni qo'g'lay oladi. NBA, Activision, Apple, Jet, Marriott, Blizzard qatorliq shirkatlar buning misoli. Bugungi kunda Xitoy allaqachon insoniyat tarixidagi eng chong davlatlararo qonunsiz boylik yetkazishni yo'lga qo'ydi. Xitoy Kompartiyasi biz amerikaliklarning nimalarni deyalaydiganligimizni, nimalarni anglayalaydiganligimizni, nimalarni o'qiyalaydiganligimizni va nimalarni ko'ralaydiganligimizni kontrol qildi. Ular bizning ochiq yo'riqligimizni, adab-axloqimizni qurollantirdi. Agar biz o'ylanmasak hamda hozir bu masalani hal qilmasak, bolalarimiz varislik qiladigan Amerikada irqiy qirg'inchilik, kommunist zulmgarligining muqaddas nasihatlari amerikaliklarning anglashiga, so'zlashiga, qilishiga ruxsat qiladigan birdan-bir qiladigan ish bo'lib qoladi dedi. Sharqiy Turkistonda Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni bostirishiga hamkorlashgan Xitoy shirkati Hikvision Angliya parlament komitetining Angliya hukumatidan cheklashini talab qilganligiga qarshilik ko'rsatdi. Angliya Tashqi ishlar komiteti 7-iyul kuni Angliya hukumatidan Hikvisionning uskunalarini Angliyada cheklashni, Angliya shirkatlarining Hikvision va boshqa inson huquqlari dafsanchiligi bilan chetishliqi bo'lgan shirkatlar bilan aloqa qilishini cheklashni talab qilib doklad yo'llagan edi. Komitetning dokladida Hikvision shirkati ishlab chiqargan kameralarning Sharq Turkistonning har qaysi joylariga o'rinlashtirilganligi va jazo lagerlarini dastlabki kamera texnikasi bilan ta'minlaganligi aytilgan. Hikvision Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda masjidning kirish eg'izida chiroy farqlantirish kamerasi o'rnatish va jazo lagerlariga kuzatish sistemasi o'rnatishda intayin cho'ng rol o'ynagan. Reuters agentligining xabariga asoslanganda Hikvisionning kamerasi London va Angliyaning har qaysi joylariga kengashlar tarafidan ishlatilgan. Angliya gazetining xabariga qaraganda, Angliyaning sobiq Sahiyya ministri Matt Hancockning ishxonasida yuz bergan satchilik tutilgan CCTV kamerasi Hikvision tarafidan ishlangan. 2020 yili 8-oyda Amerika hukumati Hikvisionning mahsulotlarini ishlatadigan shirkatlardan tovar yoki mulozimat sotishni cheklagandan keyin bu yil 6-oyda Biden hukumati Amerikaning bu shirkatlarga mablag' solishini chekladi. Angliya hukumati 8-sentyabrgacha komitetning dokladiga javob qaytardi. Tashqi ishlar komitetining raisi Tom Togenbat Xitoy uchun atalmish bexatarlik davlati qurishga yordam qilganlar dahshatli kishilik huquq dafsanchiligiga sherik. Angliya bostirishni asos qilgan texnikani import qilmasligi kerak dedi. G'azi Mustafa Kemal Atatürk mustaqillik biz bugun va'da qilgan vazifaning ro'yi maydidir. Bu vazifa tarix va xalqqa va'da qilindi. Biz bu vazifani o'rindashga va'da qilganda iqtidorimizni joriy qildirish masalasi haqida ko'p o'ylandik. Natijada bizdagi qanoat va iymonning bizni muvaffaqiyat qozondiradiganligiga ishondik. Biz ishni mushundoq boshlagan insonlar. Biz izzat va shon-sharaf bilan yashashni xohlaydigan millat. Mustaqillik albatta siyosiy, pul muomala, iqtisod, adliya, harbiy va har jihatdan to'liq mustaqillikni ko'rsatadi. Men sanab o'tgan bularning birarsida mustaqillikdan mahrum qilish, millat va davlatning butkul mustaqilligidan mahrum qilishni ko'rsatadi degan. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.